Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə sizlərə bu haftadan bu yana yüz bergan Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi muhim hodisalarni eslatib o'tmoqchimiz. Tövəndə diqqətinizlər haftalik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michelle Bachelet Hanım özünün bu yıl 5. ayda Xitayni ziyaret qiladiganligini ve bu ziyaretde Şarkı Türkistan'a berish haqida Xitoy bilan kelishganligini e'lon qilgan edi. Halbuki uning bu ziyaretining haqiqiy unumli bir ziyaret bo'lish bo'lmasligi kuzatuvchilarning qattiq diqqatini qo'zg'amoqda. 28 fevral kuni Janvada boshlangan va 4 hafta davom qiladigan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengashining 49 qatimliq yig'inida Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komissarı Michelle Bacheletning Sharq Turkistonni cheklimsiz va to'salg'usiz ziyorat qilish masalasi yig'inning asosli kun tartiblarining biriga aylandi. 16 mart günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenev'de ötküzülgen Kişilik Hukuk Ali Kengashining 49 qatimliq yig'iniga to'r orqali qatnashgan Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa Efendim ve Qurultay ayollar komitetining mudir Zumrat Yarkin xonim yig'inda qilgan so'zlarda bu yil 5. ayda Xitoyni ziyorat qilishga bormoqchi bo'lgan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michelle Bachelet xonimni Xitoyda haqiqiy tekshirish ilib berishga chaqirdi. Dolqun Aysa Efendi so'zida Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining davomlashib, hatto kuchayib kelganligini, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengashining buningga to'liq jiddiy qarshi kerakligini ta'kidlab mundaq dedi. 3 yildan beri xalqaro kishilik huquq organlari xalqaro jamiyatni Xitoyning Uyg'ur va Turkiya xalqlariga yurgizayotgan jinoyatlarga sagak bo'lishga chaqirib keldi. O'tgan 5 yilda bir kishilik huquq qo'g'dovchisi bo'lib sifatim bilan men zo'r xirisga duch keldim. Onamning lagerda o'lib ketganligini, dadamning sirli holda vafot bo'lganligini, tutqun qilingan akam bilan inimning qamoq jazosiga hukm qilinganligini angladim. 2017-yildan boshlab boshqa Uyg'ur muhojirlarga o'xshashla men urug' tuqqanlarim bilan aloqa qilolmadim. Aqalli kishilik huquqdan mahrum qoldim. Bularning hammasi paket. Xitoy bu jinoyatlardan hisob berishi kerak. Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrat Yarkin xonim bu yig'inda qilgan so'zida Dunyo Uyg'ur qurultiyining garchi Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarining 5. oydagi ziyaratining haqiqiy ziyorat, haqiqiy tekshirish bo'ladiganligiga gumon bilan qarasimi, lekin uning bu ziyoratga bormoqchi bo'lganligini qarshi oladiganligini hamda uningga kuchli diqqat qiladiganligini bildirib mundaq dedi. Men bu bir kishilik huquq qo'g'dovchisi bo'lib sifatim bilan urug' tuqqanlarimdan nihoyatda ansirayman. Men 2017-yildan buyon tuqqanlarim bilan aloqa qilolmadim. Bizning uydagilarning jinoyati nima? Biz buni Ali Komissarning bu qitim ziyoratga berishdan avval bizning dardimizni va talabimizni anglab yig'ishini umid qilaman. Sharq Turkistonda mustaqil tekshirish, baholash ilib borganda bu ziyoratning natijasiga ishongili bo'ladi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michelle Bachelet xonimning 5. oyda Sharq Turkistonni ziyorat qiladiganligi to'g'risidagi xabar e'lon qilingandan keyin xalqaro kishilik huquq tashkilotlari orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Michelle Bacheletni Sharq Turkistonga qiladigan ziyoratida mas'uliyatchan bo'lishga, undaq bo'lmaydi ekan, davlat kontrolligidagi bu ziyoratning Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligini oqartish, hatto uningga chopon yepib berish roli o'ynashi mumkinligini ogohlantirgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan yaqinda dunyoning har qaysi joylaridagi 200 ga yaqin fuqaroviy tashkilotlar bilan birlikda kollektiv bayonot e'lon qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengashining raisi Michelle Bachelet xonimdan mazkur kengashning Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqida tayyorlab chiqqan umumiy dokladini tezdan e'lon qilishni talab qilgan. Bayonotda qurultay raisi Dolqun Aysa Efendimning Michelle xonimning Xitoy ziyorati bakmi ushtumtut e'lon qilindi. Ammo masala ularning Sharq Turkistonda cheklimsiz ziyorat qilish imkoniga ega bo'lish yoki bo'lolmasligida degan so'zlarga o'rin berilgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa, qurultayning oliy maslahatchisi Dr. Rishad Abbas, qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrat Yarkin, qurultayning Yevropa parlamentidagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili va qurultay Bruksel ishxonasining direktori Koinstub, qurultayning Daniya vakili Abduxalil Apandilardan tashkil topgan qurultay hay'atining 16 mart boshlatgan 2 kunlik Daniya ziyorati muvaffaqiyatli oxirlashdi. 17 mart kuni Daniya parlament a'zolari va ba'zi siyosiy partiyalarning mas'ullari bilan uchrashuv ilib borgan qurultay hay'ati Daniya parlamentidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror ma'qullashni talab qildi. Daniya parlamentidagi ko'rishish jarayonida Dolqun Aysa Efendi boshchiligidagi qurultay hay'ati Daniya parlament a'zolariga Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasi chiqargan qarorni taqdim qilish bilan birga navbatda Sharq Turkistondagi vaziyatda hech qanday o'zgarish bo'lmaganligini, yana 3 milliondan ortiq odamning jazo lagerlarida turayotganligini, majburiy emgakka selinayotganligini, 1 million atrofida bolaning oilalaridan ayirib etilganligini, ayollarning tuhmat qilinayotganligini, 1948-yili Birleşken Devletler Teşkilatı'da qabul qilingan irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasining Xitoy hukumati tarafidan og'ir darajada dafsanda qilinayotganligini, shunga Uyg'ur sud kollegiyasi 18 oylik tekshirish natijasida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi haqida qonuniy asoslar bo'yicha hukm chiqarganligini,
Shu sababdan xalqaro ahdnomaga imzo qo'ygan davlatlarning buni to'xtatish majburiyati borligini eskartib o'tish bilan birga, Daniyaning Yevropa ittifoqiga a'zo davlat va Birlashgan Davlatlar Tashkilotida muhim rol o'ynayotgan bir davlat bo'lish sifati bilan bu majburiyatlarni o'rindish kerakligini, shunga oldi bilan Daniya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishi kerakligini talab qilishdi. Ondan boshqa Dolqun Aysa apandi yana Daniya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhini qurish taklifini o'ttirg'a qo'ydi. Daniya parlamentidagi uchirish jarayonida ikki taraf oldimizgi kunlarda lager shohidlarini va mutaxassislarni taklif qilib, Daniya parlamentida guvohlik berish yig'inlarini o'tkazish haqida birdek fikrga kelishdi. 17 mart kuni Daniya parlamentidagi uchirishdan keyin parlament binosi oldida stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqun Aysa apandim bu haqda qisqacha ma'lumot berib mundaq dedi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Biz hozir mana Daniya parlamentosunun oldidan yurtdoshlarga bir qancha so'z qilmoqchi. Bizning Dunyo qurultiyining bir guruh heyeti 2 kundan buyon Daniyada poytaxti Kopenhagenda bo'lgan ziyoratimiz hozir oxirlashtirib qaytish oldi turyapmiz. Bu yerda 5 kishilik bir heyet 2 kundan buyon faoliyat yapadi. Men bizning bosh maslahatchimiz Rishad Abbas doktor, programma müdürümüz Zümrət Ayxanım, bizim Daniyadaki Dünya Qurultayının vekili Abdülhalil ve Avrupa İttifakı'ndaki vekilimiz Kör. 2 gündür bu yan bu Daniya'nın Tashqi ishlar Ministerliğindeki yuqori xodimlar bilan uchrashuv yapmadık. Daniya hükümetinden Sharqiy Turkiston xalqining Uyg'ur xalqining bizim kutgan umidlarimiz bo'lib hozir epirayotgan Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun bu davlatning qizish tegishlik mas'uliyatlarini xotirlatish, hozirgi vaziyat haqida doklad berish va bularni amaliy bir harakat qilib berishga safarbar qilish maqsadida yapılan faaliyetlerimiz yaxshi o'tdi. Bugun bu yerda Daniya parlament a'zolari bilan siyosiy partiyaning rahbarlari bilan uchrashishimiz bo'ldi. Ularga bo'lgan talablarimizni o'tirib qo'ydik. Daniya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'lishi zaruriyatini bo'lgan orzularimizni o'tirib qo'ydik. Bu yerda bir Uyg'ur do'stlik guruhini qurish masalasini o'tirib qo'ydik. Gayet yaxshi suhbatlar bo'ldi. Bundan boshqa 2 kunlik ziyoratimiz jarayonida xalqaro kechirim tashkiloti Amnesty International bilan xodimlaridan suhbatimiz bo'ldi va bu yerdagi Daniya matbuotining qisqishnayti zo'r bo'ldi. Bir qancha matbuotlar bilan, gazetlar bilan yaxshi suhbatlarimiz bo'ldi. Shunday qilib Daniyadagi safarimizni muvaffaqiyatli bir safar deyishga bo'ladi. Bu safarimiz oxirlashdi. Biz bugun bir qismimiz Bryusselga, bir qismimiz Amerikaga, bir qismimiz Germaniyaga qaytmoqchi. Dünya Uyghur Qurultayının sahibxonligida bu yil 5 ayning 26 kunidan 28 kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqiriladigan 2-chi navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. Mushu ayning 5-ida Qurultay raisi Dolqun Aysa apandimning bevosita riyosatchiligida 2-chi navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga tayyorlik komiteti qurib chiqilgan edi. Yaqinda mazkur tayyorlik komiteti 20 dan ortiq davlatda aktiv faoliyat ilib berayotgan 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotiga maxsus uqtirish yo'llab, ularga bu navbat chaqiriladigan Sharq Turkiston Milliy Kengashining asosli kun tartibi haqida ma'lumot berish bilan birga, har qaysi tashkilotlarimizni 2-chi navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga o'rtaq holda sahibxonlik qilishga dalolat qildi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa apandimning nomida yo'llangan mazkur uqtirishda mundaq deb ko'rsatildi. Xitoyning Sharq Turkistonda yo'lga qo'ygan jazo lagerlari va irqiy qirg'inchilik jinoyati 2017-yildan buyon chet ellardagi tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilar, jazo lager shohidlari, xalqaro tadqiqot markazlari, tadqiqotchilar va keng xalq ommasining tinimsiz ilib borgan kurashlari natijasida bugun 9 davlat parlamentlari tomonidan rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilindi. Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi 18 oylik jiddiy tekshirish natijasida 2021 yili 12 oyning 9 kuni Xitoyning Uyg'ur, Qozoq va boshqa xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotganligi haqida hukm e'lon qildi. Dunyo Uyg'ur Qurultayi Uyg'ur sud kollegiyasining hukmnomasini asos qilib turib, Angliya, Germaniya, Kanada va Argentina qatorliq davlatlarning sotiga Xitoy ustidan arz sunish harakati boshlatdi. Növbətdə Uyğur irqi qırğınçılığını qandaq qılıb texmi köp dövlətlərə qəbul qıldırış, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının 1948-ci il elan qılğan irqi qırğınçılıq əhdnaməsiga qol qoyğan dövlətlərin qanuni məcburiyyətlərini ada qilishqa, əməli qadam besiqə qıstaş, bu orqali Uyğur irqi qırğınçılığını to'xtatish, milliy mavjudligimizni saqlab qolish va milliy mustaqillikni ro'yobga chiqarishning chora-tadbirlari, yangi strategiyalik qadam bosqichlari haqida atrofliq muzokara qilish jiddiy zaruriyat bo'lib qoldi.
Rossiyaning Ukraina qilgan tajovuzi sababidan dunyo vaziyatida jiddiy bir o'zgarish shakllanib, Sharq Turkiston masalasining xalqarodagi taraqqiyot yuzlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishga boshladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi navbatdagi bu zurriyatni chiqish qilib, muhojiratga tashkilotlarimiz, ziyolilarimiz, ulamolarimiz, faoliyatchilarimiz, har soha zotlarimiz va bir qism xalqaro mutaxassislar, siyosatchilarning qatnashishida 2022 yili 5-oyning 26 kunidan 28 kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirishni qaror qildi. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan tashkilotlarimizning birlikda sohibxonlik qilishidan xushallik his qilamiz. Noruz bayrami yaqinlab kelayotgan bir paytda vatan ichi va sirtidagi xalqimizning alohida sevgisi va hurmatiga sazovor bo'lgan Qozog'iston Uyg'ur teatrining peshqadam artisti Ruqiyam Sattarova xonimning 14 mart kuni 78 yoshida olamdan o'tishi muhojiratga qarindoshlarimizni cho'nqur azoblantirdi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa Efendi bu qayg'uli xabar munosabati bilan bugun istansimizga qilgan so'zida Qozog'istonda Uyg'ur madaniyat san'atini qo'g'dab qilish va taraqqiy qildirish uchun butkul hayotini sarf qilgan fidokor va ixtiyorli san'atkorimizning vafotidan cheksiz qayg'urganligini ifoda qilish bilan birga marhumaga Allohdan rahmat va oilasidagilarga sabr tiladi. Qozog'iston Uyg'ur teatrining hammamizga tanishliq bo'lgan tabassum san'at kechiligining asosini solgan Ruqiya Sattarovaning komediyalik teatri asarlari, qisqa epizodlari faqat Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va chet eldagi Uyg'ur jamoati ichida emas, balki vatanimiz Sharq Turkistonda mu keng olqishga erishgan edi. Maputlar mangmaydı, kulaklar anılmaydı, gözler kömeydi. Şundaqdı mı? Tudaqun rahmetlikning 40 nazirga mangdim. Ay, Tudaqun rahmetlik qavatli yaxshi odamdi. İkimizning yosh vaqtlarda ko'nglimiz yaqin. Ruqiya Sattarova o'zining 55 yillik umrini Uyg'ur milliy san'atiga bag'ishlab, har xil janr va mazmundagi sahna asarlarida bosh qahramon obrazlarini yoritib, minglagan tomoshabinlarning olqishiga sazovor bo'lgan san'atkordir. 15 martda Qozog'iston Uyg'ur jamoatchiligi Ruqiya Sattarovani oxirgi safarga uzatdi. Marhuma Ruqiya Sattarova 1943-yili hozirgi Olmuta viloyatining Uyg'ur noyasiga qarashliq Avat yesida dunyoga kelgan. O'rta maktabni bitirgandan keyin u Qurmon G'ozi nomidagi Olmuta davlat konservatoriyasining teatr fakultetini sahna artistlik bo'limini tamomlagan. 1965-yildan boshlab Uyg'ur teatrida ishlagan ham 100 ga yaqin rollarni o'ynagan. U badiiy filmlarni Uyg'ur tiliga ko'chirishga aktiv qatnashgan. Ruqiyam Sattarova 1980-yillardan tortib Jorginov nomidagi davlat san'at akademiyasida nutq texnikasi bo'yicha o'qituvchilik qilgan. Dünya Uyghur Qurultayı 12 mart günü Avstraliyaning Adelaide shahridagi Janubiy Avstraliya Islom jamiyatining Vandana markazida taqdirlash murosimi o'tkazib, uzun yillik peshqadam kurashchimiz va milliy ustozimiz Ahmad Egambardi apandi bilan milliy adabimiz va peshqadam kurashchimiz Suyungul Chanishev xonimga qurultay nomidan sharafnoma taqdim qildi. Dünya Uyghur Qurultayining o'tgan yil 11-oyda Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkazilgan 7-navbatlik umumiy vakillar qurultayida Ahmad Egambardi va Suyungul Chanishev xonimni o'z ichiga olgan bir qism peshqadam kurashchilarimizga va milliy ustozlarimizga ularning uzun yillardan buyon Sharq Turkiston milliy mustaqillik ko'rishimiz uchun qo'shgan to'hfasi va ko'rsatgan fidokorligi uchun qurultay nomidan maxsus sharafnoma taqdim qilingan. Afsuski Avstraliyada yashayotgan Ahmad Egambardi va Suyungul Chanishev xonim salomatlik sababidan Pragadagi 7-navbatlik qurultayga kelinmagan edi. Shu sababdan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa Efendining havolasiga asosan Qurultay Ichki ishlar komitetining mudiri va Qurultayning Avstraliyadagi vakili Baxtiyor Bo'ri Efendimning o'rinlashtirishi va riyosatchiligida mazkur murosim o'tkazilib, Qurultayning sharafnomasi Avstraliyadagi bu 2 nafar milliy ustozimizga bevosita taqdim qilindi. Murosimga Avstraliyaning Adelaide shahrida yashayotgan bir qism qarindoshlarimiz va Qurultayning Avstraliyadagi vakillari ishtirok qildi. Murosimga so'z qilgan Qurultay Ichki ishlar komitetining mudiri Baxtiyor Bo'ri, Avstraliya Tangirtoq xonim-qizlar jamiyatining raisi Ramila Chanishev, Janubiy Avstraliya Uyg'ur maktabining mudiri Yulduz Tiyibjon qatorliqlar so'z qilib, o'zlarining butkul hayotini vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqillik ko'rishiga atagan va bu sharafli yo'lda zo'r badallarni to'lagan milliy ustozlarimizdan Ahmad Egambardi va Suyungul Chanishev xonimning vatan millat yo'lida ko'rsatgan xizmatlariga yuqori baho berishdi. Ahmad Egambardi va Suyungul Chanishev xonimning yig'inda qilgan so'zlarida o'zlariga bu sharafni loyiq ko'rgan Dunyo Uyg'ur Qurultayiga rahmat etish bilan birga Qurultayning xalqaro sahnada ilib berayotgan unumli va aktiv xizmatlariga muvaffaqiyatlar tilashdi. Mazkur murosimda yana korona sababidan Pragadagi 7-navbatlik qurultayga qatnasholmagan Avstraliya vakillariga vakillik guvohnomasi tarqatib berildi. Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa Efendi mazkur murosimga yo'llagan videolik tabrik so'zida mundaq deb ko'rsatdi.
Assalamu alaikum Avustralya'daki cümleden Adelaide'deki aziz vatandaşlar. Bugün Adelaide'deki Şarkı Türkistanlık vatandaşlarımız bir yerge cem bulup, ustazımız Ahmet Egenbadi efendim bilen Söyüngül Hanım'a Dünya Kurultayı 7. nöbetlik Vekiller Kurultayı namıdan evetken kömür soğumuzni, teşekkür namımızını takdim kılmakçı boğallığınlarının intayın söyündüm. Ahmet Egenbadi ustazımız ve Söyüngül Hanım'ı biz Prag'da ötküzülgen 2021 yılı 11. ayda Prag'da ötküzülgen bu kurultayda bizzat görüşünü, 100 liradan söhbetleşini, biz bilen Prag'da birli buluşunu çok arzu kılan edik. Afsus ki Xitay virüsü bilen, salametligi sebebi bilen biz bilen iyade birli bulanmadı. Bu Ahmet Egenbadi ustazımız ve Söyüngül Hanım bütün ömrünü vatanımızın azatlığı, hürriyet için bağışlayan ve bu yolda köp muşakkatlerini, erziyetlerini çekken bir ustazımız ama şunda buluşu karmay bu yoldan hiç kaçan vazgeçkini yok. Bu ustazlarımızın yazgan eserleri, fikirleri ve idealleri bizden Şarkı Türkistan davasını üzlüksüz davamlaştırışımız için bizge çok bir mani uzak. Şunun ben bir yerde Ahmet Egenbadi akımızga ve Söyüngül Hanım edimizge bütün dünya kurultayı rehberlerden ve vekillerin namıdan çoğunkur salam yollayman. Sizlerge uzun ömür, salametlik dileyman. Bizden bunun dinkinki hizmetlerimizge kıymetli fikirlerini, tecrübelerini bir iş arkalık bizni doğru yolda vatanımız azatlığı için besvatkan her bir kademlerde manevi uzuk buluşularını ümit kılıman. Rahmet. Hürmetli görünmenler. Yuqorda Dünya Uyghur Qurultayı To'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Erkinlik yolida sudek aktı bizning qanimiz. Sen uchun ey yurtimiz